Darknet. U internetning noqonuniy va jinoyatkorona tarafi deb hisoblanadi. Darknet internetning yopiq tarafi bo'lib, u yerda joylashgan saytlarga oddiy izlash tizimlari, ya'ni Google yoki Yandex orqali kira olmaysiz. Foydalanuvchilarning o'zaro muloqoti esa shifrlangan tunnellar orqali amalga oshiriladi. Bu esa foydalanuvchilarga qaysidir ma'noda anonim bo'lib turish uchun imkon beradi. Lekin bu haqiqatdan ham shunaqamikin? Hozir aytib beraman. Salom, bu Texnoplov, men Sa'dulla Abdullayevman. Faris Boss. Mayli, boshlang'ich effektni ta'minlab berdim. Endi sekin-sekin ochki bilan xudin yechsam ham bo'ladi shekilli, juda ham issiq. Xos kelaman. Lekin davom etishimizdan oldin agarda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu bizni rivojlanishimizga juda ham katta yordam bo'ladi va biz shu kabi videolarni chiqarishni davom ettira olamiz. Darknet haqida gapirishni boshlashimdan oldin sizga u haqida bir nechta ma'lumotlarni aytib o'tsam. Birinchidan, Darknetni Deep Web, ya'ni chuqur web bilan adashtirmaslik kerak. Chunki Darknet bu internetning eng chuqur tubi hisoblanadi. Deep Web esa undan sal balandroq turadi. Undan teparoqda esa ochiq web, ya'ni siz va men ishlatadigan oddiy internet joylashgan bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, biz ishlatadigan internet, ya'ni ochiq web, butun internetning atigi 4 dan 10% gacha egallaydi. Ha, to'g'ri tushunyapsiz. Biz har kuni kezib yuradigan internetimiz aysbergning shunchaki cho'qqisidir. Endi tushunganingizdek, keyingi pog'ona esa chuqur web. Chuqur webda har xil kompaniyalarning korporativ saytlari joylashgan bo'ladi va u saytlarga kirish uchun oddiy brauzerlarni ishlatsangiz bo'ladi. Ammo shu saytlarni ishlatishni davom ettirishingiz uchun parollar kerak. Internetning eng tubi esa bu Darknet. Va u internetning eng xavfli joyi hisoblanadi. Oddiyroq qilib tushuntirish uchun misol sifatida shaharning xavfli va xavfsiz ko'chalarini olsak bo'ladi. Masalan, biz kezib yuradigan ochiq web, ya'ni ochiq internet, bu obodonlashtirilgan va tinch ko'cha desak bo'ladi. Darknet esa bu chetda joylashgan, davlat anchadan beri qaramay qo'ygan ko'chalarda bo'lar bo'lmas narsalarni uchratish va sotib olish mumkin bo'lgan bir tuman. Endi sizda bitta savol paydo bo'lib qoldi. Nega Darknet bunaqa xavfli? U yerda nimalar bor deb so'rashingiz mumkin. Savolingizga javob berish uchun nega Darknet ko'p davlatlarda taqiqlangan va nega u yerda faoliyat yurituvchilarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilinishi haqida aytib beraman. Hamma gap Darknetdagi oldi-sotdi qilinadigan mahsulotlar va xizmatlar deb. Ular ochiq webda sotiladigan xizmatlar va mahsulotlardan katta farq qiladi. Nima mahsulot ekan deb so'rasangiz, ular quyidagi: har xil psixotrop moddalar yoki har xil gallyutsinogen moddalar, haqiqiy o'q otar qurollar va sovuq qurollar, soxta pasportlar va boshqa turdagi hujjatlar, o'g'irlangan bank kartalarining ma'lumotlari va hattoki odam organlari sotilishi mumkin. Bu faqatgina bir nechta sotiladigan mahsulotlarning turi. Undan tashqari esa u yerda juda ko'p bo'lar bo'lmas narsalar ham sotiladi. Masalan, bolalar pornografiyasi yoki hattoki odam savdosi ham yuritiladi u yerda. Xizmatlarga keladigan bo'lsak, u yerda masalan hakkerlarning xizmatlari mavjud. Masalan, DDoS hujumlar qilishingiz mumkin yoki masalan istalgan bir saytning ma'lumot bazasini o'g'irlashingiz mumkin yoki yaxshi ko'rgan qizingizni ijtimoiy tarmoqlardagi login parollarini o'g'irlab olishingiz mumkin. Yoki masalan, agar dushmaningiz bor bo'lsa, uni o'ldirtirib yuborish uchun killerlar xizmatlari ham mavjud u yerda. Endi Darknetga qanaqa qilib kirsa bo'ladi deb so'rashingiz mumkin yanada. Darknetga kirish unchalik qiyin emas, ammo kirib bo'lganingizdan keyin u sizga ancha-muncha muammo olib kelishi mumkin. Xo'sh, qanday qilib Darknetga kirish mumkin? tor.project.org saytiga VPN orqali kirasiz va o'z devaysingizga sizga to'g'ri kelgan Tor brauzerini yuklab olasiz. Agarda VPN nimaligini va qanday ishlashini bilmasangiz, mana bu yerda boshqa bir videomizda ko'rsangiz bo'ladi. Havola chiqib keladi hozir. Xullas, Tor brauzerini yuklab olganingizdan keyin har xil internetdagi forumlardan o'zingizga kerak bo'lgan havolalarni topib olasiz va Tor brauzeri orqali o'sha havolalarga kirishingiz kerak bo'ladi. Biz biladigan oddiy saytlar, ya'ni havolalar .com, .uz, .ru, .org ga tugashi mumkin, lekin Darknetni saytlari .onion ga tugaydi. Eslatma, agarda Darknetga shunchaki o'rtoqlaringizni oldida maqtanish uchun kirib chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, bo'lmasam siz javobgarlikka tortilmasligingiz mumkin. Lekin bu aniq emas. Ammo siz Darknetga kirganingizdan keyin sizni faoliyatingiz shunchaki uni kezish bilan cheklanmasa, bo'lmasam siz javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Bu esa aniq. Hattoki Darknetda
bu kim bilan muloqotga kirsangiz ham siz javobgarlikka tortilasiz. Endi yana bitta savol paydo bo'ladi. Tor brauzeri qanday qilib ishlaydi? Nega u shunaqa xavfsiz? Nega u orqali darknetga kirish mumkin? Shu narsalarni aytib berishimdan oldin keling oddiy brauzer qanday ishlashini tushuntirib beray. Siz internetga har safar oddiy brauzer yordamida, ya'ni Google Chrome, Mozilla va hokazo yordamida kirganingizda, u sizning IP manzilingizni ko'rsatib turadi. IP manzil bu oddiy manzilga o'xshagan narsa, faqat gadjetlar uchun. Ya'ni masalan, Kuxissim ko'chasi 16-uyda yashasam, meni gadjetim 128.168.0.1 manzili bo'yicha yashaydi. Xullas tushunib oldik, internetga ulangan har bir device o'zining IP manziliga ega. Endi har bitta saytga kirganingizda sizning kompyuteringiz yoki telefoningiz serverga ma'lumot yuboradi. Ana shu ma'lumotning ichida sizning IP manzilingiz ham bor. Va sizni mana shu yuborgan ma'lumotingizga qarab server sizning so'rovingizga javob beradi. Masalan, siz Googledan kitob do'konini qidirdingiz, nomi bilan birga, va sizga Google aynan sizning shahringizdagi va aynan sizga eng yaqin bo'lgan shunaqa nomli kitob do'konini ko'rsatib beradi. Google bu narsani sizning IP manzilingizda asoslanib yuritadi, ya'ni sizning IP manzilingizga eng yaqin bo'lgan kitob do'konini ko'rsatadi. Xullas, endi Tor brauzeriga qaytib kelamiz. Tor brauzeri qanday ishlaydi? O'zi Tor brauzerining belgisi piyoz. Nega piyoz? Chunki piyoz juda ko'p qatlamlarga ega va Tor brauzeri ham sizning IPingizni juda ham ko'p qatlamlar yordamida bekitib tashlaydi va shu deb sizni topish yoki aniqlash qiyin bo'ladi. Oddiy qilib tushuntirsam, Tor brauzeri sizni IP manzilingizni yashiradi. Ya'ni sizga bir boshqa odamning IP manzilini biriktirib qo'yadi. Buni yomon tarafi ham bor. Yomon taraf shundaki, Torni ishlatayotganingizda sizga boshqa odamning IP manzilini berishganda, sizni haqiqiy IP manzilingiz ham bir boshqa odamga biriktirilib qo'yiladi. Lekin bu faqat bir martalik biriktirish, ya'ni boshqa safar Tor brauzerini ishlatayotganingizda sizga boshqa IP manzilni biriktirib qo'yishadi. O'tgan safargina emas. O'zi Tor brauzerini AQShning markaziy razvedka boshqarmasi ishlab chiqargan deb aytishadi. Ruschada CRU, inglizchada CIA. Ular buni o'z xodimlari uchun ishlab chiqargan. Maqsad nima bo'lgan? Razvedka boshqarmasining xodimlari bu saytlarga kirishganda ularni hech kim aniqlay olmasligi. Lekin bu yerda bitta muammo ham bo'lgan. Razvedka xodimlari ana shu Tor brauzer orqali bu saytga kirishganda, saytning egasi kim kirgan ekanligini aniqlay olmasa ham shifrlangan odam kirganligini aniqlay olar edi. Chunki tasavvur qiling, hamma saytga kirgan odamlarni aniqlay oladi IPsi bo'yicha, bittagina keyin shu shifrlangan kirgan odamni aniqlay olmaydi. Ya'ni sayt egasi aynan razvedkadan kimdir kirgan ekanligini bilib turar edi. Shuning uchun markaziy razvedka Tor brauzerining kodini oddiy ochiq internetga yuklab qo'yishdi. Maqsad qanaqa edi? Oddiy. Agarda oddiy foydalanuvchilar ham o'zini anonimlashtirib har xil saytlarga kirsa, bo'lmasam sayt egalari kim oddiy foydalanuvchi va kim razvedka xodimi ekanligini aniqlay olmas edi. Shunaqa gaplar keyin esa darknet rivojlanib ketgandan bular o'z-o'ziga bosh og'riq orttirishdi desak ham bo'ladi. Bu videodan keyin meni o'zimni javobgarlikka tortishmaydi degan umiddaman o'zi. Xullas, darknetda mahsulot yoki xizmatlarni xarid qilayotganingizda qo'lga tushib qolish oson-ku, banklar hamma narsani ko'rib qoladi-ku deyishingiz mumkin. Qo'lga tushish juda ham qiyin, chunki darknetda hech qanaqa bank kartalari ishlatilmaydi. U yerda hammasi kriptovalyuta yordamida amalga oshiriladi. Chunki blokcheyn bu markazlashmagan tizim va uning ichidagi kripto hamyonlarning turgan joylarini aniqlashning ilojisi yo'q. Agarda blokcheyn va kriptovalyutalar nimaligini va qanday ishlashini bilmasangiz, mana bu haqida ham video chiqarganmiz. Havola orqali ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Endi darknetdan faqat oddiy odamlar foydalanarmikan degan yana bitta savol paydo bo'lishi mumkin. Yo'q, darknetdan nafaqat oddiy odamlar, balki ommaviy axborot vositalari ham darknet orqali foydalanishadi. Chunki ma'lumotni yetkazib berish yo'lining eng anonim yo'li bu darknet. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Anonymous kabi katta hacker guruhlari bu e'lon qilishmoqchi bo'lganda katta nashriyotlarga qanaqa qilib chiqishadi? Hozir aytib beraman. Anonymous kabi hakkerlik guruhlar ochilishini istalgan ma'lumotlarini darknetga joylashadi va undan keyin sekin-sekin ana shu ma'lumotlar ochiq webga sizib chiqadi. The Guardian haqida eshitganmisiz? The Guardian bu Buyuk Britaniyadagi nufuzli ommaviy axborot vositalaridan biri va u ham darknetdan foydalanadi degan gap bor. Qanday qilib deysizmi? Oddiy.
The Guardian'ni Darknetda o'zining anonim servisi bor va siz ularga bu ma'lumotni anonim ko'rinishda yubormoqchi bo'lsangiz, ana shu servis yordamida foydalanishingiz kerak bo'ladi. Umuman qolganda, xullas Darknetdan boshqa har xil turli yo'llarda ham foydalanishadi. Tepada aytib o'tganimdek. Endi agarda Darknet messenjerlarning ichida ham bor desam, ishonasizmi? Yaqin o'tgan 5 yilda Darknetning aksariyat qismi ko'chib o'tdi va hozirgi paytda Darknetning marketlariga kirish uchun sizga forumlar yoki qandaydir Tor brauzer ham kerak emas. Psixotrop moddalar, o'qotar qurollar va hokazolarni hozir nafaqat Darknetda, balki o'zimiz bilgan va har kun ishlatayotgan messenjerlarimizda ko'rishimiz mumkin. Ha, siz to'g'ri topdingiz. Gap Telegram haqida. Hozir Telegramda shunaqa noqonuniy narsalarni sotadigan guruhlar va kanallar ko'payib ketgan va ularni boshqaruvchi odamlar boshqa davlatda o'tirib, O'zbekistondagi odamlarni yo'llab, ana shu odamlar orqali savdoni amalga oshirishyapti. Bu haqida Ichki ishlar vazirligining xabari bor va agarda shu kabi guruhlarni yoki kanallarni ko'rsangiz, Stop Narko botiga murojaat qilishingizni so'rashadi. Ko'rganingizdek, bunaqa xavf-xatarlar uzoqda emas, o'zimizni O'zbekistonda ham sodir bo'lyapti. Shuning uchun o'zingizga e'tiborli bo'lib, ehtiyot bo'lsangiz, sizga zarar qilmaydi. Endi Darknetda pul ishlash sxemalari haqida ham aytib o'taman. Lekin darrov bu sxemalarni qo'lga kiritgani shoshmanglar. Hamma aytib o'tgan ma'lumotlardan tashqari, Darknetda mana pul ishlash sxemalari ham mavjud. Bular oq, qonuniy va xavfsiz bo'lgan sxemalar, kulrang, noqonuniy lekin jinoyat darajasida bo'lmagan sxemalar va qora sxemalar, jinoyat darajasida pul ishlash sxemalari. Esingizdan chiqmasin, agarda u yerda oq sxemalar mavjud bo'lsa ham, Darknetda agarda bu kim bilan muloqotga kirsangiz, siz jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin bo'ladi. Etib qo'ydim, ogohlantirib qo'ydim. Va Darknetda har xil kasblar ham mavjud. Masalan, karderlik yoki har xil forumdagi mansablar. Lekin agarda shu haqida bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda fikringizni yozib keting. Agarda sizga shu mavzu qiziq bo'lgan bo'lsa, biz ikkinchi qismini ham olgani harakat qilamiz. Chunki hali juda ham ko'p narsalar ochilmagan bo'lib qolib ketdi. Siz esa Texnoplov kanal dedingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Anaqa ko'krigingiz sal ko'taring, polis ko'rish uchun. Пишем. Так. Out of the east, a dream come out from the sky. Setting me free. Through the clouds I will fly. The mountain ask you to me. Thunder will roar. Сейчас это. Joy Hamid. Есть. High up on high, I reach for high up on high, into the sky, I charge on into the sky. High up on high, I reach for high up on high, into the sky, I charge on into the sky.